Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Sizlar uchun Severnida Dilkusho masjidning oldida joylashgan Davlatobod ko'chasidan 4 sotixli uy sotilyapti. Hozir men sizga ichkaridan obzor qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Uchastkamizning ichki tomoni mana qarang. Eni 15 metr, uzunligi bo'lsa 26 metr. Kim agar uchastka qidirib yurgan bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Hujjatlarni, kadastrlarni hammasini o'z nomingizga qilib beramiz. Mana bu uchastkamizni narxini aytadigan bo'lsam, narxi $66,000 bo'ladi. Kelishadigan joyi bo'ladi. Men sizlar uchun pastda raqam qoldiraman. Aloqaga chiqib kelsangiz, yana joyida gaplashib, chiroyli qilib taxlab beramiz. Hovlimizni ko'rdingizlar, 4 sutqdan iborat. Kim agar o'zini didiga qarab, shu hovlini tiklayman desa, bu hovli aynan siz uchun.